Yigitlar ham zeriktirib yubordi. Yangi qishloqqa ko'chib kelganimdan beri har doimgidek yigitlar bor. Mana qarab turibdi. Kirib ferma yashashimiz kerak, ferma qurishimiz kerak odatda. What? Bro, what are you talking about, man? Izmirut, izmirutimga mana shu qishloqdan uy sotib oldim. Xo'p, hozir birinchi o'rinda daraxtlarni chopishimiz kerak. Endi daraxtlarni chopamiz. Ana bo'ldi, quramiz endi. Mana shunaqa qumlar kerak bo'ladi bizga. Hop, mana shu qumlardan juda ham ko'p kerak bo'ladi. Mana shular bilan olamiz. Uyqum ham buzildi. Rosa mazza qilib uxlab turaman. Короче, bu qishloq yomon ekan holatga. Любой yigit kelarkanda mana masalan uyimni sotib oldimmi, yangi shunaqa yigit odamlarga ham bilayman, yangiligimga ham shunaqa tuyulyapti. Hamma uyimga kirib oladi, ursam chiqib ketadi, yugurib qochib ketadi. Xuddi g'alati jinnidek bu qishloqda yigitlar g'alati ishlar qilar ekan bu yigitlar. Короче, shularni ko'rsa sergak ketib qoldi. Yomg'ir ham yog'ardi, qo'lim ham ochib ketdi. Qo'lim ketdi ham yog'may shularni qazib olamiz. Yomg'ir ham yog'ardi, tezlashimiz kerak endi. Shularga qildik. Soqitganimdan jinnilar bo'lyapti. Bilaman zanjir tashib o'ryapti, tezroq qilishimiz kerak. Sizlar videoni ko'ryapsizlar, bepul ko'ryapsizlar videoni. Sizlar bitta like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar, iltimos. Hamma bepulga ko'radi, lekin bepul uchun like bosib obuna bo'lib qo'yadi-da. Lekin ishlama ketmaydi-da. Shunaqa alam qiladi. Blogerlar biladi o'zi, yoki youtuberlar, blogerlar biladi. Shuncha mehnat qiladi, shuncha montaj qiladi, 2 soatlar montaj qiladi, lekin hech kim obuna bo'lmaydi. Iltimos obuna bo'lib qo'yinglar. Xo'p, nimalardi? Endi borib taqirib kelaman. Ana bo'ldi, suvni ham qo'ydik. Aytgancha yomg'ir ham to'xtadi bo'ldi. Xo'p, bitta uxlab ham chiqdim. Короче, virusga yasaymiz. Endi bittan xo'p, mana yasab oldik. Tezlashimiz kerak. Tezlash. Hozir hamma yog'im full bo'lyapti. Uyda ham kravatim ham full qildim. Uyimni ham full qildim. Hozir kirib bekor keldim-da uyimga. Filmga doshlarimiz go. Mana tezlashamiz. Go. Bo'ldi, endi bo'ldik. Xo'p. Короче, hozir endi ekinlar uchun shunaqa bo'ldi. Mana shu bug'doy ekinini hozir 16 ta bor edi menda. Surib qo'yibman hammasini. Endi boshqadan yaxshimiz kerak bo'ladi. 30 tami, 25 tami taxminan shunaqa kerak bo'ladi. Jigarlar, iltimos like bosib qo'yinglar, iltimos. Siz ko'rib turibsiz, baribir like bosmadingiz. Kirisa bepul ko'rib like bosib qo'ymadingiz, bitta like bosib qo'ying, iltimos. Xo'p. Mana shuni olamiz. Mishollardan yuribdi miyavlab. Shularni olsak. Nechta o'tdi? Endi 5 ta o'tdi, yo Alloh. Endi 5 dona bo'pti. Tezlashimiz kerak bo'lsa, hozir 25 ta kerak bo'ladi. Ana yana bitta tutdi. Hozir olamiz hammasini. Ana yana bitta tutdi. Hop, oldim men. Hop, yana bitta oldim. Yana bitta tutdi. To'g'ri ketmasa olay. Ana oldim. Bellarim ham olaturib ketdi. Charchab ketdim. Tezlashim kerak endi. Qornim ham ochqab ketdi. Yugurolmayapman. Tezlashim kerak.
Bu aytgancha biznes bu. Biznesda что-то biznes so'kinmaymiz. Bu videoni oila davrasida ko'rish bemalol oila davrasida ko'rishlaring mumkin. So'kinishlarsiz 1-2 marta ketib qolishi mumkin. O'shandayam endi 13 bo'lib ketdi. Borib ekib kelamiz hozir. Xo'p, ekib kelsak. Mana shularni ekib, ana olamiz qo'limizga. Mana ekamiz endi davay. Hop, mana shularni ekib olsak, mana shuni ekamiz buni ham. Ularni ham ekamiz. Ana qolmadi. Endi yana 15 ta, 14 ta kerak bo'ladi. Hozir yana olishimiz kerak, tezlashimiz kerak. Hozir kechqurun tushib qoladi. Xo'sh, tezlashamiz. Ularni olaylik. Shuni olamiz. Mana shuni ham olamiz. Bu ana yana tushdi. 2 dona bo'ldi. Endi 2 ta bo'ldi. Tezlashimiz kerak. Davay, Sancho qora tappi. Gol. Mana tezlashamiz. Hop, tezlashamiz. Hop, mana shulardan ham olsak. Endi 2 dona hali ham boshqa tushma. Ana 3 ta bo'ldi. Ana 4 ta. Hop, yana tushadimi? Hop, 5 ta. 6, 7, 2 ta tushdi. Omadli ekanman. 2 tadan yana 5 ta oldim. 7 ta bo'ldi endi. Tezlashimiz kerak. Qoramondi bo'l, Sancho qoramondi bo'l. Tezroq olamiz. Shularni olamiz. Hop, buni 9 ta bo'ldi. Ana bitta 10 ta, 11 ta. Yana bittasini olishim kerak. Mana bitta qolib ketyapti. Hop, ularni olamiz. 11 ta bo'ldi. Hop, 12 ta bo'ldi. Mancha yetsa kerak endi borib kelaman. Borib ekib kelaman. Hop, tezroq borsam. Tezroq. Sancho bo'l, Sancho. Hop, mana shularni olamiz. Shularni qo'yib. Hop. Yana 7 ta qoldi. 6 ta, 5 ta, 4 ta, 3 ta, 2 ta. 2 dona yetmay qoldi. 2 dona. 2 donani olib kelishimiz kerak. Mana shu topib qolamiz. Bo'lsam tezlashamiz. Beshi. Ana bitta qoldi yana bitta olishimiz kerak. Bitta davay chiq. Ana bo'ldi. Hop. Yaxshi bo'ldi. Biznesimga qaraydi. Jigarlar bemalol kelib 3000 so'mdan olib ketishlari mumkin. Jigarlar, shu qilib videomiz tugadi. Videomiz yoqqan bo'lsa, videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishingiz mumkin. Biznesimga bitta reklama qiladiganlar bo'lsa, shunday reklama qilib ketaveramiz.